Kunlar o'tar ekan azizlar. Umr o'tar ekan. Ehtimol o'tgan yili xatmi Qur'onda biz bilan birga qo'lini duoga ochib amin degan qaysidir birodarimiz bugun ichimizda yo'q. Kimdir xonadonida ertalab saharlikda birga saharlik qilib haqqiga duo qilgan otasi bu yil Ramazon oyiga yetib kelmadi. Kimnidir boshini silab peshonasidan o'pgan volidasi bugun bolasini duosiga muhtoj bo'lib turibdi. Kimdir jigar go'shasi, ko'zini qorasi farzandi yoki aka-ukasi bugun bu dunyodan ketib jigar go'shalarini duosiga umidvor bo'lib turibdi. Umr shunaqa ekan azizlar, bilmay qolamiz ekan o'tganini. Hammamiz bu dunyoga vaqtincha kelganimizni doim unutamiz. Lekin hamma umrimizni, hamma kunimizni dunyo tashvishiga sarflashga o'rgandik. Keling azizlar, bugun bir marta mana shu oxirgi daqiqalar, oxirgi xatmda oxirgi oyatlari, suralar o'qiladi. 4 rakatlik namozimiz qoldi. 2 rakatdan o'qiladi bitta tasbih. Mana shuni Alloh azza va jalla yo'lida qiyomatimiz uchun, u dunyoyimiz uchun sarflaylik. Payg'ambarimiz alayhisalom ba'zan Hazrati Bilolga qarab, "Ey Bilol, azon ayt, dunyo to'xtasin" derdi ekanlar. Azon aytilib, namozga kirib tahrim qilib Allohu akbar degandan keyin butun dunyoni tashvishini unutilardi. Qalbimiz shunday darajada qorayib ketibdiki azizlar, Allohu akbar deb qulog'imizga qo'limizni olib borganimizda hayolimizda yo'qki bo'lgan dunyo ishlari kelyapti. Peshonamizni sajdaga qo'yib Robbimizga qul ekanligimizni bildirmoqchi bo'lganimizda kimlardadir bo'lgan muomalamiz kelyapti. Tasbih, tashbihlar aytganimizda, tashahhudlar aytganimizda ham hayolimiz parishon. Nega bunday bo'lyapti? Bilasizmi, qanchalik darajada hozir ayni paytda bizga Alloh azza va jalla imkoniyat berib turibdi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning hadislari bor. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Hazrati Imom Buxoriy Hazratlarining Sahih al-Buxoriysida ham keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir eshiting azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom nima deyaptilar? U zot va barakatga salovat va salomlar bo'lsin. Aytayaptilarki: "Inna lillahi ta'ala malaika yatufuna turuqu yaltamisuna ahla zikr." Alloh azza va jallaning bir farishtalari bor. Bu farishtalar ko'chalarda tavof qilib yuradi, deyapti. Osmonda uchib yurar ekan. Allohni zikr qilayotganlarni izlab yurar ekan. Zikr nima? Allohni eslash. Zikr bu Allohni eslash. Bugun biz jumada shuni gapirdik. Haligi farishtalar izlab kelar ekan. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Alloh ta'ala tanadaw. Izlab kelib bir jamoani oldiga kelib Allohni zikri bilan mashg'ul bo'layotgan jamoani oldiga kelib to'xtar ekan haligi farishtalar. Bizni hozir ustimizga kelib to'xtadi azizlar. Tasavvur qiling. Bu to'qim emas, ertaga emas. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan Rasulimizning gaplari. Allohni zikr qilyapmizmi? Hozir shu turishimizda zikr bu Allohni eslamoq. Qur'on o'qimoq, tasbih aytmoq, subhanalloh va alhamdulillah deyapmiz har tasbih orasida. Mana shuni ko'rgan farishta to'xtar ekan. Hulummu ila hajatikum. Alloh taolodan ularga nido bo'lar ekanki, hulummu ila hajatikum. Ularni oldilariga yaqinroq bo'linglar. Ularni hojatini bilinglar. Alloh o'zi bilib turgan bo'lsa-da, ularni oldiga yuborar ekan farishtalar. Va yahfunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya. Ular qanotlarini yer bilan osmonni orasiga yoyib turar ekanlar. Tepamizda o'sha farishtalar.
va yas'aluhum robbuhum va huwa a'lam. Alloh o'zi bilib turgan bo'lsa-da, yana so'rar ekan o'sha farishtalardan. Bandalarim nima qilyapti? Bandalarimni qanaqa holatda topdinglar? Ma yaqulu ibadi, bandalarim nima deyapti? Qorasuvni masjidida to'planib turgan bandalarim nima deyapti deb Alloh so'rayapti, azizlar. Qola, farishtalar aytar ekanki, yaquluna yusabbihunaka va yukabbirunaka va yahmudunaka va yumajjidunaka. U bandalaring yo Rabbi seni ulug'lab tasbih aytyaptilar, takbir aytyaptilar, hamd aytyaptilar va seni ulug'lashmoqdilar. Subhanalloh, alhamdulillah deyapmiz, Qur'onni eshityapmiz, Allohu akbar deyapmiz, Allohni maqtayapmiz. Mana shuni aytar ekan farishtalar. Alloh aytar ekan, agar ular meni shunday eslab, menga tasbih aytib, meni zikr qilayotgan bo'lsa, Alloh so'rayapti. Hal ra'uni? Qarang. Ular meni ko'rgan ekanmi deyapti Alloh. Xo'p, menga tasbih aytyapti, salovat aytyapti. Ular meni ko'ribdimi deyapti Alloh. Farishtalar aytar ekan, fayaquluna la vallohi ma ra'uka. Yo'q, Allohga qasamki seni ko'rmagan ular. Alloh aytar ekan, kayfa law ra'uni? Agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Alloh, agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytar ekanki, law ra'uka kanu ashadda laka ibadatan. Agar seni ko'rganda bundan ham qattiq ibodat qilishar edi. Va ashadda laka tamjidan. Seni yana ham qattiqroq ulug'lashar edi. Va akthara laka tasbihan. Va senga ko'proq tasbih aytar edi. Fayaqul, Alloh yana so'rar ekan, mada yas'alun? To'planib zikr qilib nima so'rashyapti bu bandalarim o'zi? Nima so'rayapmiz? Dunyo so'rayapmizmi azizlar? Nima so'rayapti? Farishtalar aytar ekanki, yas'alunakal jannah, jannatini so'rayapti. Nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar deyaptilar tasbihda. Farishtalar aytar ekan, Allohim ular seni jannatingni so'rayapti. Alloh aytar ekan, va hal ra'uha? Ular jannatni ko'rganmi? Farishtalar aytar ekan, la vallohi, yo'q, Allohga qasamki ular ko'rmagan. Alloh so'rar ekan, va kayfa law ra'uha? Ko'rganda qanday bo'lardi? Jannatni ko'rganda qanday bo'lardi bandalarim? Farishtalar aytar ekanki, law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan va ashadda laha talaban va a'zama fiha raghbatan. Agar ko'rganlarida edi, jannatga oshiqlari xirsi yana ham oshib ketar edi. Talab qilishi, sendan so'rashlik talabi kuchayib ketar edi. Va rag'batlari ortib ulug'lanib ketardi. Yana Alloh so'rar ekan farishtadan, hozir bizning tepamizda turganda shu voqea bo'lyapti azizlar. Shu voqeaning tagida turibmiz biz. Farishtalardan Alloh so'rayapti, shu gaplar bo'lyapti. Alloh so'rar ekan, famimma yata'awwadun? Ular nimadan panoh so'rashyapti? Farishtalar aytar ekan, yata'awwaduna minan nar, do'zaxingdan panoh so'rashyapti. Allohim o'zi do'zaxdan saqla. Fayaqul, Alloh so'rar ekan, va hal ra'uha? Ular do'zaxni ko'ribdilarmi? Fayaqul, vallohi ma ra'uha, yo'q, Alloh qasamki ular ko'rmagan do'zaxni. Kayfa law ra'uha? Agar do'zaxni ko'rganda nima bo'lardi? Qanday bo'lardi?
Farishtalar aytar ekan, agar ular do'zaxni ko'rganda do'zaxdan qochishlikka qattiqroq bo'lardilar. Va ashadda laha mahofatan do'zaxdan qo'rqishliklari qattiqroq bo'lardi. Azizlar, shu gap tugagandan keyingi gapni ayta olishga qodir bo'la olmay qoldim. Bu gaplar tugagandan keyin Alloh nima deyishini sizlarga aytishlikka qiynalyapman. Allah aytar ekanki, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Ey farishtalar, sizlar guvoh bo'linglar, ularning gunohini kechirdim. Farishtalardan bir farishta aytar ekanki, fihim fulan laysa minhum innama ja'a li hajatin. Ey Robbim, bu odamlarning ichida palonchi ham bor. U buning uchun kelmagan. Boshqa narsa uchun kelgan. Alloh aytar ekanki, ular mana shularning ichida o'tiribdi, noumid bo'lmaydi. Zokirlar ichida. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis azizlar. Modomiki shunday ekan, ayni paytda bizni tepamizda farishtalar turib Alloh bilan biz haqimizda gaplashar ekan, qanday qilib dunyo o'ylaylik? Shuning uchun ham oxirgi tasbih, oxirgi rak'atlar, xatmning eng oxiri farishtalar yaqinlashib turadi. Farishtalar bizning qiroatimizga, qorilarimiz qiroatiga yaqinlashib keladilar. Bilasizmi azizlar? Ulug' qorilardan valiyullohlik darajasiga chiqqan ulug' zotlar o'zlarini hayotlarida bo'lgan narsalarni aytib bergan ekanlar. Bu men hozir buni aytib beradigan narsani butun dunyodagi Qur'on musobaqalarida eng bosh hakam bo'ladigan shayx qorilarning qorisi Shayxul Ayman aytib bergan narsani sizlarga o'qib bermoqchiman.